Barchaga assalomu alaykum. Bugungi video darsligimizda o'tgan videodagidek botni ishlatib ko'ramiz. O'tgan videoda prosta kodlarsiz ishlatgandik. Bu safar esa kodlar bilan hostingga qo'yib ko'rsatib o'taman. O'tgan videomizda full botni ishlatib ko'rgandik. MakerBot orqali. Endi bu o'sha full botni hostingga qo'yib ko'rsataman. Birinchi o'rinda hosting saytimizga kirib olamiz. myquest.ru. Buni ro'yxatdan o'tganinglardan keyin sizlarda mana shunday oyna hosil bo'ladi. Undan keyin saytni boshqarishga kiramiz va hostingimizga kirib olamiz. Kirganimizdan so'ng hozirgi kodimizda ma'lumotlar bazasiga ulanadi. O'shaning uchun bittasini nusxalab olaman. Bo'ldi. Endi fayl menejerga o'tamiz. Bu yerdan domenga kirib olamiz. Kirganimizdan so'ng bu yerdan bitta papka yarata olamiz. Misol uchun mana shunday. Yaratganimizdan so'ng bu yerga fayl yuklaymiz. Full bot. Light chiqyapti. Bizga full bot de. Full bot PHP deb ko'ramiz. Lightga kirib ko'ramiz. Nima bo'lsa ham. Ikkalasi ham bir xil. Ana endi full bot lightning ichiga kirib olamiz. PHP fayl. Oddiy tahrirlovchi olamiz. Men ko'proq oddiy tahrirlovchidan foydalanaman. VS Code tahrirlovchi bor va bloknot tahrirlash ham bor. Kimga qaysi qulay bo'lsa ishlataveradi. Men oddiy tahrirlovchidan ishlataman. Kirganimizdan keyin bu manimcha ma'lumotlar bazasiga ulanmas ekan. Shunaqa qo'yib olamiz. Bu yerga API token Telegram bot tokeni kerak bo'ladi. Men tayyor qilib qo'yganman hamma narsani. Qo'yib olamiz. Va admin ID. Admin IDga o'zimizning Telegram ID'mizni yozib olamiz. 68 30 60 80 90. Saqlash qilamiz. Va bo'ldi. Hamma joy tayyor, faqat joy qo'ysak bo'ldi. Ana endi webhook Telegram bot. Tokenni qo'yib olamiz bu yerga va uramiz bu yerga. Mana start bosamiz endi. Yangi obunachi botga qo'shiladi. Yana bir marta bosamiz. Bu yerda telefon raqamini yuborish chiqdi. Bot ishladi. Ishlash. Problem. Hamma narsada ishlamoqda. Mana murojaat yozib qo'yamiz. Mana keldi. Panel kirib ko'ramiz. Mana panel ham bor ekan. Asosiy sozlanmalarni ko'ramiz. Bu yerda hamma narsa ishlamoqda. Kanallar
Ko'ramiz. Foydalanuvchi boshqarish. Banddan olish. Pul qo'shib ko'ramiz. Pul ham qo'shildi. Bugungi videomiz mana shundan iborat edi. Sal tezroq tushuntirdim. Agar tushunmaganlar bo'lsa, menga yozishi mumkin bemalol. Saytga o'tadigan bo'lsak, undan ro'yxatdan o'tganinglardan keyin profilinglarga kirsanglar, pul solish mana yerdan bo'ladi. Hisobni to'ldirib olish. Bu yerdan to'ldirib olasizlar va posting olishni ham ko'rsatib o'taman. Mana shunga kirib olsanglar bo'ladi. Mana bir kunligi mana 512 megabayt, bir kunligi 150 so'm, bir oyligi 1,5 ming so'm va bir yillik narxi 54 ming bo'lar ekan. Hozir ko'rib chiqishinglar mumkin. Bu yerda ko'p. Mana shu yerdan hisob olsanglar bo'ladi. Pul o'tkazib. Hammaga rahmat. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.